Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar hammalar? Mana 20 ramkali yashiklar tayyor bo'ldi. 10 tadan 20 ta ramka ketadi. 4 ta devori uchlik taxta, poli ham uchlik taxtadan. Mana pollari ham uchlik taxtadan. Ichki holatlari. Bu. Tunigan tagidagi bu taxta, qalin taxtadan. Tunigan qo'yilgan joyi sandir. Bunga bo'lsa 50 ta tayyor. Narxi 400 ming so'm. Добрый день, дядя Вася. Качаем мед. Вот. Семья. $15 рамки. Табелечка. 4-й день качаем. Фарух. Качаем. Обрезарка. Оно фангазда пидорас. Обрезарка. От рамки, смотри. Полный. Вот. Жена крутит. Вот. Все, короче. Вот семья на 14 рамки. Сейчас брали. Привет. И вечер добрый. Assalomu alaykum. Asalar ishqibozlari, aka-ukalar. Mana yashiklarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa Navoiy viloyatiga chiqarib beryapmiz. 100 ta. Uchlik taxtadan bo'lgan poli 2lik yashiklarimiz 14 romkali, har xil turidan bor. Tunikasining tagiga falga qog'ozlar qo'yilgan, troslar taqilgan. Ideal holatda bitgan yashiklarimiz. Mana bu tarafda ham bor. Bu tarafda mana 2 xonali, 3 xonali yashiklarimiz bor. Holatlari ideal holatda. Mana bu yashigimiz ichki holati, ko'rinishi akalar. 14 romga. Ramka tushadigan joy 5 sm ochilgan. Bu tarafda yashiklarimiz bor. 2 xonali, 3 xonali yashiklarimiz. Kimga shunaqa yashiklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Telefon nomerlarimiz 90lik 307 35 23. Dastavka xizmatlari ham mavjud. Navoiy viloyatiga dastavka qilib berdik.
Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar. 26-yanvar 2026-yil. Soat 1:30 bo'ldi. Temperatura 7 gradus. Ari yana gulchang tashishni boshladi. Ana gulchang men kirib ketyapti. Ustilarini, teglarini manakay tozalab qo'ydim, litoggi teglarini. O'shanisi manakay ariga rosa foyda bo'lyapti. Chunki bir xil arlar kelib gulchang bilan kelganlari yerga yiqilyapti-da. Agar qor bo'lganda qor ustida qolib ketardi. Qor mana shuncha qor turibdi hali ham. Kuralganni hisobiga. Kuralmagan joylarda qorni mana ko'rsataman qanchaligini. Kuralmagan joyda 450 cha qor bor. Ertaga yomg'ir aralash qor. Ertadan keyin yana qor ekan. Ari manaka ablotga chiqishni boshladi. Gulchang tashiyotganlari ham bor. Besh millimetrli yog'och fanerdan yasalgan ablotni yashaylar. Kuzga atayotganlar o'tiribdi mana. Hammasi eson-omon chiqdi. Hammaga omad.